Kosmetologiya sohasidan saboqlarim juda ham ko'p. Men kosmetologiyani sehrli joy deb o'ylaganman. O'qishlarda allergiya bermaydi 100% rostdan ishonganman. Lekin odam organizmi 100% o'rganilmagani uchun individualniy особенность bo'lishini ish jarayonida ko'rib borganman. Reaksiya hamma narsadan bo'lishi mumkin. Hamma narsadan qizlar. Keyin chistkalar, unaqa protseduralar qilmayman, pilinglar, unaqa mayda ish qilmayman deb o'ylaganman. Faqat filler bilan cho'tka avval hamma narsa qilaman. Именно shu protsedura qilaman deb o'ylaganman. Lekin o'zimga qilib ko'rdim. O'zimda yoqmadi. Keyin uni chuqur o'rganishni boshladim. Menga 5 yildan keyingi effekt важныйroq. Hozir prям bittada rezultat berishdan ko'ra. Qizlar, men будущийga ko'proq вложение qilishni vыбор qildim. Birinchi o'ringa qo'ydim. Будущийga вложение. Поэтому biorevitalizatsiyadan men effekt ko'rmadim demanglar. Ko'rasizlar. Просто hozirgi holinglardan agar stabilni uxotlarni qilib, vaqtida biorevitalizatsiya, vaqtida botoks protsedurasini olinglar, 5 yildan keyin o'zingizlarni сравнить qilinglar. Или 10 yildan keyin. Menga dekabrda 45 yosh kiradi. Xudo xolisa 10 yildan keyin ham saqlab qolgim keladi. Yuzimni formasini o'zgartirmagan holda. Har bitta sohaning o'zini qiyinchiligi bor. Konkurensiyaga keladigan bo'lsak, o'zimga o'zim konkurentman. Vaqtim yo'q umuman kimlardir nablюдать qilishga, kimlardir ishlarini ko'rishga. Men o'zimga o'zim birinchi fanat, birinchi konkurent. O'zimni har doim oldingi qilgan ishlarim bilan hozirgisini сравнивать qiladigan insonman. Meni o'zimni videniyam bor. Har bitta insonni, ayolni ham, erkakni ham o'zini izyuminkasi bor. Shu izyuminkani saqlab qolish kerak. Allohim adashmaydi. Yaratayotganda Allohim adashmagan. Bizni uni to'g'rilab qo'yish uchun.